Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston ahli. Andijon shahrida bo'lib o'tgan ommaviy deydimi buni davlat xodimlari, hokimlar, hokim o'rinbosarlari hokim buyrug'i bilan ish ko'rgan xodimlarga nisbatan men o'z aytadigan shaxsiy fikrim, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev juda yaxshi qarorlar chiqarishyapti, yoshlarni o'ylayapti, bir xalqqa foydasi tegadigan qarorlarni chiqaryaptilar, lekin amalda uni aksi bo'lib o'tyapti-da. Hali bir ko'rsang uylarda oldini buzib tashlaydi noqonuniy deb. Hali qarasang bozorchilarni salat purishdi, salatini tepadi, pechenni purishdi, pechenini tepadi. Endi qarangki, obedda qorni och qolsa o'zi o'tirib yeydigan, o'zlarida obedda restoranda, oshxonada, somsaxonada qachon qaramasang ovqatlaydigan odamlar o'z qo'llari bilan tandirlarni buzib tashlayotganini ochiqdan ochiq mana ommaviy axborot vositalari orqali ko'rsatyapti. Bu uyat emasmi? Qani bu yerda adolat? Qani bu yerda o'zbek millatining urf-odatlari? Azaldan bizni ota-bobolarimiz emasmi? Tandirda non yopib, qo'shni davlat qarovsiz qolgan farzandlarini boqqan. Bizni Alpomish, bizni To'maris, bizni Beruniy, Al-Xorazmiy, Ibn Sinodek ulug' bobolarimiz yashagan shu O'zbekiston xalqini dunyoga sharmanda qilayotgan odamlar nima uchun qonun oldida chora ko'rilmayapti? Nima uchun? Nima sabab? Oddiy bir xalqning gapini, dardini o'rtaga olib chiqqan, misol gaz ballonlar, boshqalar, mashinalarga gaz quya olmaganlarni gapirib chiqqanlar, kiyimsiz yurganlarni tanqid qilib kiyimda yursin, yalang'och chiqmasin. Kelajak avlodga tarbiyasiga yomon ta'sir qiladi deb video olganlarni qamaydi, qonuniy chora ko'riladi. Nima sabab bunday ochiqdan ochiq ommaviy nima deydi, qo'pol qilib aytganda urushni sababchisi bo'layotgan bu kimsalarga kerakli chora tadbirlar ko'rilmayapti. Bir qarasang yonida ichki ishlar xodimlariga ham ko'zing tushadi-da. Nahotki ommaviy buzg'unchilikka sababchi bo'lgan bu qo'shtirnoq ichida davlat xodimlariga hech kim chora ko'rmasa, chora ko'ray desang, ichki ishlar xodimi yonida bo'lsa, deylik soliqdan, ichki ishlardan bir maxsus odamlar turadi. Bir maqol yodimga tushdi. Agar enangni qozi xafa qilsa, dardingni kimga aytasan degan matal bor-da xalqimizda. Maqol deysizmi buni, matal deysizmi? Tushunmadim. Bularga qanday ta'rif berishga ham hayronsan. Asla o'rnak bo'lishdi o'rniga, xo'p shuni tandirlarni buzib tashamasdan, og'ayni, shunaqa vaqtincha ishlatmay tur deb tushuntirsa bo'ladi. Hech bir ogohlantirishsiz bunaqa buzib tashagani kim ruxsat berdi ularga? Hozir oddiy bir qishloqqa eski bir qishloq xo'jaligida yashaydigan odamlar uyiga bir tandir qurdiraman desa, tandirni o'zi 500 ming. Yozdi kuni 500 minggacha bo'ladi, qishdi kuni 1 milliongacha sotib olasiz. Uni qurib bergan odamni o'zi ham kamida bir 2 kilo go'sht puliga qurib beradi. Ag'ba bitta tandiringiz $100 ga to'xtaydi. O bechora 1-2 so'm topamanmi deb o'zini o'zi band qilib yoki ro'zg'orimni boqaman deb hujjat qilgani ham puli yo'q bechora ko'chada non sotib tirikchilik qilgan, ochlarni to'ydirganlarni nima uchun keladigan oilaviy daromadini yo'q qilyapti bular? Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Minomonovich sharoit og'irlardi, qiynalmasin, xalqim qiynalmasin, mana gaziga pul berilsin, svetiga pul to'lalmaganlar svetiga yordam qilib berilsin deb pul ajratib berganlari nima-yu?
Ha bu qo'shtirnoq ichidagi xodimlarni bor tirikchiligini ham yo'q qilayotgani nimada? Iltimos sizdan mana shu videoga befarq bo'lmasalaring.